O'rtoqlar 1-1. Ikkili. Profilimiz 202 stilida bo'lgan. Ko'ngilga zuburdek vositalar ham chiqadi. Nirjavikalari ham o'zgacha. Qora nirjavika. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Ko'pchilik darvoza tanlashda xatolikka yo'l qo'yishadi. Darvoza tanlashda nimalarga e'tibor berishligini aytib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qani ketdik. Bugun mana 350 ming so'mdan 750 minggacha bo'lgan shtampovka darvozalarimizni tanishtirib o'taman. To'rni ichiga skelet holati, oldiga 4 profil, ek cheti 8 ga 8 profil bo'lgan. Yonlariga ham qismlariga uyda jarayoni ko'rinmasligi uchun 1,5 ga 1,5 profil ishlatilgan. Taglari profil 8 ga 4. O'rtoqlar 350 minglik darvozamiz qanaqa deb aytib o'tadigan bo'lsalaring, bu shtampovka listimizni ham 4 xil varianti bor. 08, 09, 11, 12, 13 variantida chiqadi shtampovkani. Buni ichiga ishlaydigan profilimizni asli ham stenasiga bog'liq. Mana stenasini men o'lchab o'taman. Mana buni ko'rib turganlaringiz nol. O'rtoqlar 1-1. Bu 6 ga 4 da ham 09, 07, 08 darigacha ham bor. Bu 1-1. Endi boshqa 6 ga 4 olaman. To'nni mana shu iskelet holatiga ishlaydigan 6 ga 4. Ikkili. Bu aslamnoy darvozani, shanir, oshmoshlarni ushlab turadigan, qo'yiladigan 6 ga 4. Ko'pchilik darvozachilar to'nni 6 ga 4 ishlatadi. 8 ga 4 to'nni to'g'ri holatiga ham, 10 ga 5 profil ham to'nni ishlatsa bo'ladi. Shularda ma'lumotni pulida narxida ko'tarilib tushib 350 ming, 750 ming, 750 mingdan 3 milliongacha darvoza ham qilsa bo'ladi. Mana bugun listli darvozamizni obzorini olib bersak, o'rtoqlar to'nni yonlari 10 ga 5 shvellarda bo'lgan. Ilk qavatli shumkali darvoza, skromli darvoza, qaroq nomi, zamok zubur, ko'ngilga zuburdek vositalari ham chiqadi. 2 ga 1larni ham stenasi qalin, 2 qavat shumzalatcha holatda bo'lgan bu darvoza. Tepa jarayonigacha 2 qavat bo'lgan. To'nni shvellarda 1,5 ga 1,5 stenkalni ham uyda yorug'lik ko'rmasligini hisobiga qo'yilgan. Bu ham qalin stenka. O'rtoqlar, sizlarga skromli darvozamiz yoqqan bo'lsa, obzori hamma bilgandek Samarqand Poson bu darvozamiz. Bu ham o'zgacha bo'lgan, ilk cheti 2 stenada bo'lgan, 10 ga 5 profil qo'yilgan. Taglariga esa shvelli 3 qavat holatda bo'lgan darvozamiz. Birinchi qavat ham shumka bo'lgan, shumkali bo'lgan. Ko'rib turganlaringdek Samarqand darvozani gullari ham o'zgacha. 8 ga 8 profillarimiz ham stenasi qalin bo'lgan. Addenni kalibga bu devorning yoniga tushadigan qismi 35 bo'lgan. O'rtoqlar, bu darvoza bilan Samarqand Poson darvoza bilan tanishlaring. Keyingi darvozamiz deklarasiyaga bo'lgan hayti ustidagi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, bu ham 2 qavatli 1.8 lista, pilisovoy lista bo'lgan. Shu muzalasali holatida bo'lgan. Buni qismi ham shvellerdan bo'lgan. Ko'rganlaringdek addenni kalitkalari, addenni kiradigan, bundan mashina kiradigan addenni holatda bo'lgan. Nirjavikalari ham o'zgacha. Ko'rishlaring mumkin. Tepalari ham 1.8 lista lazer holatda bo'lgan. Tepa qismlari jarayon. Keyingi darvozamizni obzorini beradigan bo'lsak, bu darvoza yagona, faqat bitta bizda jahon darvoza o'zida bor. To'nni pilisovoy 1.8 listdan bo'lgan, 2 qavatli bo'lgan. Jonlari shvelli. O'rtoqlar 8 ga 4 profil, 2 stenada to'nni aylangan. Addenni kalitkasiga kelib o'tadigan bo'lsak, addenni kalitkasi ham 8 ga 4 bo'lgan. Stenada kelib o'lchab olishlaringiz mumkin. 2 stena. 10 ga 10 profilimiz 2 stenada bo'lgan. 8 ga 4 profildan ham qalin o'rtoqlar. Nirjavikalarni ko'rib turibsizlar. O'zgacha qilib yopishtirilgan qora nirjavika. O'rtoqlar, 3 ga 2 profilimizga keladigan bo'lsak, 1.7 qora profil stenada bo'lgan.
Ko'rib turganlaringiz tepasi ham 2 ga 3 profilda 1.7 tenada bo'lgan, 2 qavatli, tahiyalari ham o'rtoqlar obzorlarni to'g'ri mana ko'rib foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib, obuna bo'lishni ham unutmang. Kimga sifatli sizlar o'ylagandaqa darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, Jahon darvoza uziga murojaat qilishlaring mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz mutlaqo bepul. Hammaga rahmat.